Üretiyor dedi me'yoriy bosim kuzatilganda 760 mm me'yoriy bosim. Kuzatilgan vaqtda A va D orasidagi bosim farqi 265 ekan. 65 mm ga teng ekan. A va B nuqtalar orasi esa 1650 metr ekan. A va B nuqtalari 1650. Birinchi savol. A nuqtadan dengiz sathi bilan toping. A nuqtadan dengiz sathidan balandlikni topish uchun biz bilamiz har mingda bosim 100 mm ga pasayadi. 265 mm pasayishi uchun tog'ning balandligi 2650 metr bo'lishi kerak. 2650 metr bo'lishi kerak. Demak, A javob 2650 metr. Endi ikkinchi savol. B'si A va B nuqta orasi harorat farqini aniqlang. Endi biz bilamiz 1650 ligini. Biz mingda bilamiz 6 gradus pasayishini minus. Demak, 1650 metrda x teng. Endi buni 1650 da butun qilib 1.65 qilib olamiz. 6 ko'paytiramiz. 5 kere 6 30 nolu. 3 tilda 6 kere 6 36. 39'un 9'u 3 tilda 6 kere 1 6. 3 bilan 9. 9.9 gradus ekan. Demak, ikinci savolga javob 9.9 gradus ekan. Demak, milliy sertifikatning amaliy savollari edi.